Assalomu alaykum. Belgilangan vaqtda xayrli oqshom dasturi yana efirda. Tibbiyot sohasida 30 yillik tajribaga ega Manzura opa kuylaganda dugonalar unga jo'rnavoz. Yaqin orada mohir jarrohning she'riy to'plami qo'lingizga tushib qolsa ajab emas. Qanday taniymiz deysizmi? Taxallusini unutmang. Jarrohiy. Bu yigit ko'zingizga tanish. U kechagina muolaja buyurgandi chog'i. Yaxshilab eslang, uni Ziyodaning yonida gitara bilan ham uchratgansiz. Har qanday davra bo'lmasin, yaxshi kuy raqsga chorlaydi. Shifokorlar orasida raqqosalar ham bor. Bir so'z bilan aytganda, ilhom ijodga, ijod esa samarali mehnatga undaydi. Xayrli oqshomda bunga o'zingiz ham amin bo'lasiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Hamkasblaringiz uchun Yulduz Usmonovaning o'zisiz. Rahmat. Ularning qo'shiqlarini sevib kuylayman, chunki ularni har bir qo'shig'ining ma'nosi bor. Qolaversa, Yulduz Usmonovaning har bir qo'shig'i ayollarga qalban yaqin. Albatta, hayotiy. Do'stlar davrasida sizni qo'shiqsiz qo'yib yuborishmaydi. Har qanday tug'ilgan kun yoki bo'lmasam o'tkaziladigan tadbirlarda institutda o'qigan qizlarimiz hamda qo'ni-qo'shni dugonalarim bilan mana hozir xudo xolasa 30 yil bo'ladi. Ijodiy kechalar uyushtirasiz. Albatta. Mahoratingiz bilan tomoshabinlarimiz ham tanishsa, keling. Qo'shiq aytganingiz aks etgan videoni birgalikda ko'rsaylik. Marhamat. Asl kasbingiz ijodkor bo'lishingizni ham talab etadi. Boisi bolajonlar bilan ishlaysiz, pediatrsiz. Bizning kasbimizda har kuni ijod qilish kerak. Keladigan bemorlarning har bittasiga alohida yondashish zarur. Biror so'zni aytishdan oldin albatta o'ylab gapirishingiz kerak. Vaqt kelganda hazil bilan ham gapiramiz. Va bu yil mana shunday faoliyatingizga 30 yil bo'ldi. Yubiley. Xudoga shukr. Yubileyni qanday nishonlashni ham rejalashtirib qo'ygan bo'lsangiz kerak. Xudo xolasa kim kuylashi aniq. Albatta. Nafaqat men San'atkorga hojat yo'q. Yo'q, san'atkorga hojat yo'q. Manzura opa, oilalisiz, 3 farzandning onasisiz, nabiralaringiz bor. Turmush o'rtog'ingiz, o'g'illaringiz ijodingizga qanday munosabat bildirishadi? Boshida, "Oyjon, nima qilasiz? Ko'p kattasiz, ashula aytaverasizmi? Hammani oldi qanaqadir noqulaymi?" Keyin men aytdimki, "Men o'zimga qulay qilib yashashim kerak. Men aytkim kelayotgan ashulani aytishim kerak. Agar shuni aytmasam, keyin ichimda qolib ketadi-da, o'zim xafa qilaman. Nega aytmadim men shu narsani? Ma'murida bo'luvdi-ku. Men shu insonni ko'nglini ko'tarishim kerak edi-ku, shu tug'ilgan kuni edi. Bekor aytmadim." Keyin o'rtoqlarim aytishadi. Aytish kerak edi. Shuning uchun hozirgi dugonalarim hammasi o'zimga o'xshagan. Qayerga yig'ilsak, ketdik deb hammamiz aytib qo'shilishib ketamiz. Hech o'zingizda mualliflik qo'shig'ini ijro etish, ya'ni o'zingizning qo'shig'ingizni ijro etish istagi bo'lmaganmi? Yoshligimdan bo'lgan. 2-3 sinfda o'qib yurganimda Muhabbat opa degan ayol musiqadan dars bergan, ularning ovozlariga men juda ham havas bilan qaraganman. O'shandan boshlab men shu qo'shiq aytgim kelardi, pianino chalgim kelardi. Siz aytganingizdek, mualliflik biror bir qo'shig'im yo'q, lekin istagim bor. Hali ham kech emas. Hali ham kech emas. Qolaversa, siz kabi shifokorlar orasida yaxshi she'rlar yozadiganlar kam emas. Yorim seni juda sog'indim. Bog'lar o'tgan, qir oshgan yo'llar. Kechir sevgilim, men sevgingni asray olmadim.
Ushbu qo'shiqlarning muallifi qarshimizda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Asli shifokorsiz. To'g'ri, shifokorman. She'r yozish meni ikkinchi kasbim desam ham bo'laveradi. Biz paytimizda kimdir kosmonavt bo'lgisi kelardi, kimdir ofitser bo'lgisi kelardi. Men bo'lsa o'zimni jurnalist kasbida ko'rardim. Diktofonlarni olib, odamlardan intervyular olishni, romanlar yozib, dastxatlar berishni juda ham orzu qilardim. Kardiologiyaga qanday kirib keldingiz bo'lmasam? Men o'zim Farg'onadan, Quvadanman. Dadam rahmali meni universitetga kelishga yo'l qo'ymaganlar shu paytda, Toshkent uzoq deganlarda, onang kabi shifokor bo'lasan deb Andijon meditsina institutiga o'qishga kirganman. Shunday qilib, ona kasbimni egalladim. Lekin baribir mana taqdir sizni ijodkor inson bilan uchrashtirdi. Inson nimani orzu qilsa, shu orzusiga yetar ekanda. Mana shu meni yoshligimdagi orzularim, ehtimol meni taqdirimni shu ijodkor inson bilan bog'lashga sabab bo'lgandir. Birinchi she'rimni qizim kichkinaligida kasalxonaga tushib qoldi, pnevmoniya bilan. Muolajaxonaga kirganimizda kichkina chaqaloq yotibdi. Ko'zlarida shunaqa iltijo, shunaqa ko'zlari katta insonni ko'ziga o'xshardi-da. Keyin so'rasam, bu bolalar uyidan kelgan bolacha, kechasi bilan uxlay olmadim-da, she'r yozdim. Izzat aka o'qib berdim-da. Shunda gitarani oldilar-da, 1 daqiqada ashula bo'ldi. Shunday qilib, men yozgan she'rlarim ko'pi yoqib, ular ashulalar yozgan. Bitta albomlari hattoki ikkalamizni ijodimizdan iborat. Esingdami erkalanib boqqaning? Esingdami erkalanib boqqaning? Vafo ramzi tilla uzuk taqqaning. Bu ikkinchisi. Tilla uzuk taqqaning. Yo'q, bu ikkinchisi emas. Esingdami tilla uzuk taqqanini ham eslatib qo'yishingiz kerak-da. Sizni kutib umr o'tar. Ushalmagan orzular har insonga yo'ldoshsiz. She'rlarni bo'sh vaqtlarimda yozaman. O'zimni ichimda o'tgan kech nimalar bo'lganda qanaqadir ilhom keladimi bilmay qolaman. Shunda daftar olamanda yozishni boshlayman. Ko'klarda tutib seni uchirganim tasodif emas. Ko'klarda to'qnashganing izlarim. Ijodkor odamlarda krizis bo'ladi. Bir paytda ilhom keladi, kelmaydi. Umuman tarqib qoladi. Yillab kelmaydi. Lekin mana shu 96-95-yillarda qanaqadir ilhom bizani eshikni qattiq taqlatib shakli deyman. Gulbahorxon ochdilar eshikni, o'zlari ochdilar. O'shanda men ilhom bo'laman, kirsam mani deb kirib kelgan ekan bizani o'yga. Shu ish boshlandi. Mani she'rlarim asosiy menga juda ham ta'sir qilgan narsalar, bo'lgan voqealar yoki bir xilgi paytda mana shu faylasufcha tushunmalar, hayot haqida yozishni yaxshi ko'raman. Sizni kutib umr o'tar. Hayot o'tar bu dunyoda. Sodiq akaning ham she'riyatga mehri o'zgacha va hattoki taxallusingiz ham bor. To'g'ri. Taxallusimiz ham asosiy kasbimga moslab qo'yilgan jarrohiy. Kim qo'ygan? Bir inson bilan birga o'tirib qolganmiz, juda ham hurmat qilaman u insonni. Adabiyotga qiziqqanlardan har borganimizda bizga she'rlar o'qib berardilar. O'sha odam bilan gaplashish chog'ida men 2-3 ta she'rimdan o'qib berganimda, siz taxallus qo'ying o'zingizga. Tabibiy deb qo'ying deganlar birinchi bo'lib. Ozginadan keyin yo'q, siz jarrohsiz. Jarrohiy desangiz yaxshi bo'ladi deganlar. Hamkasb jarrohlaringiz qachon bilgan iste'dodingiz haqida? Har bitta she'rim yangi yozganimdan keyin albatta yaqinlarimga men o'qib beraman. Ularning fikrlarini bilaman, farzandlarimga yodlattiraman. Hamkasblarning tug'ilgan kunlari, bazmlarda ham so'z avvalo sizga berilsa kerak, tabriklar ham bir boshqacha she'riy bo'ladi. Bo'ladi. To'ppa-to'g'ri ko'p bo'ladi. Bir ayniqsa birga hamkasbimiz, ham ustozimiz bir akamizlarni doktorlik dissertatsiyasini yo'qlaganlarida she'r bilan tabriklagan edim. Hech esimdan chiqmaydi. O'shanda birinchi marta o'sha she'r bilan tabriklaganim o'shanda bo'lgan. Ijod qaynagan vaqtda avtomobil haydab ham she'r yozish mumkin. Buni siz yaxshi bilasiz. To'g'ri. To'g'ri aytasiz. Buvimlarga atab she'r yozgan edim. Tug'ilgan kunlariga
sovg'a olganimda bir she'r yozsam degan niyat kelgan. Uyga qaytish chog'ida 20 daqiqada yozilgan edi. Yodingizdami hozir? Asosiy ishimiz xirurgiya bo'lgandan keyin, tibbiyot bo'lgandan keyin she'rlar o'zini yodlashga vaqt qolmaydi. Lekin o'qib berishimiz mumkin faqat telefonimda. Hamon telefonda. Telefonda, ha. Buvijon, oilamizning gul toji, ham to'lin oy quyoshi. 80dan ulug' yoshi, farishtamsiz buvijon. Ibrat aytgan so'zingiz, hikmat qilgan ishingiz. Hali tog' g'ayratingiz, yuzga yuzlang buvijon. Siz tufayli olti jon, hozirda komil inson. Xizmatdalar tunu kun, siz odobsiz buvijon. Siz tufayli baxtimiz butun bugun buvijon. Siz tufayli qalbimiz yorqin bu kun buvijon. Jarrohiy so'zin bugun tinglasin butun jahon. Niyatim shu doimo omon bo'ling buvijon. Chiroyli she'rlar. Bugun butun jahon tinglayapti. Ha, to'g'ri. To'g'ri. Bemorlaringizni davo topayotgani mana shunaqangi she'rlarni yozish uchun yanada ilhomlantirsa kerak. Chunki bir qarashda mana ijodkorga ilhom kerak, lekin jarroh deganda ko'pincha bir yaxshi taassurotlar bilan kelmaydi. Baribir endi qandaydir bir jiddiy vaziyatda odatda jarrohga murojaat qilinadi. To'g'ri. Sizni nima ilhomlantiradi? Har doim har xil, ko'proq vaziyatlar. Oldin yoshligimda hazil she'rlar yozardim do'stlarga nisbatan. Birinchi jiddiy she'r yozishimga sabab Ichki ishlar vazirligidan konsert berishdi-da, hammasi vatanparvarlik ruhidagi qo'shiqlar bo'ldi. Ta'sirlanib, insonni o'sha vatanparvar bo'lishga, umrini g'aflatda o'tkazmay isrof qilmasligiga bag'ishlangan she'r bo'ldi. She'riyatda har bitta yozilayotgan she'ri o'zini tarixi, o'zini kelib chiqishi, tug'ilishi bo'ladi. Manzura opa, mana she'rlarni hal qildik. Hal qildik. Endi she'r bor ekan, she'rga musiqa kerak. Albatta, marhamat, musiqachimizni chaqiramiz. Hozir Davramiz sozanda bilan yanada to'ladi. albatta. Sizni ko'pchilik shifokor emas, sozanda deb biladi. Xuddi shunday. Sababi aynan san'at xizmatlarida, turli xil bayram tadbirlarida xalqqa yaqinroq bo'lishimizga yordam beradi. Shu sabab bo'lsa kerakki, meni ko'pchilik san'atkor sifatida tanishadi. Lekin asosiy kasbimni aytganimda aynan shifokor ekanligim ko'pchiligi lol qolishadi. Qabulingizga borgan bemorlarning holatini tasavvur qilyapman. Nimasini aytasiz? Bugun Ziyoda bilan bevosita ijod qilmoqdasiz. Xuddi shunday. Hozir Ziyoda bilan bevosita ijod qilyapmiz. Birgalikda mana shu turli xil tadbirlarda, kliplar olish jarayonlarida, konsertlarda birga bo'lamiz. Vaholanki maxsus musiqa maktabida tahsil olmagan. Aslo yo'q. O'zim qiziqib musiqa sohasini nazariyasiga e'tibor berganman. Ustozlar bilan ko'p gaplashganman, ulardan ko'p narsalarni olganman. Lekin maxsus bilimlarni olish uchun o'quv yurtiga topshirmaganman. Havaskor bo'lsangiz-da bugun professionallar davrasidasiz. Shunga o'zim ham hayronman. Chunki ishonish qiyin. Ko'pchilik instrument ko'tarib ketayotsam, savol berishadi. Siz hoynahoy konservatoriyani bitirgan bo'lsangiz kerak. Endi gapni boshdan boshlasam vaqt ko'p ketadi. Ayniqsa haydovchilar ko'p savol berishadi. Shuning uchun bitirganman deb qo'yaveraman. Demak, tinglaymiz. Mayli. Ko'chalaringni aylansam, tushar yoshligim esimga. Sening jamolingni ko'rsam, qo'shiq aytgim kelar senga. Ko'milaman xorlaringda, yurganim eslayman hamon. Tug'ilib bosdim bag'ringda. Men uchun sen butun jahon, ona shahrim Andijon. Menga bo'lding aziz makon, olamda yo'qdir men uchun sendan yoru qadrdon, ona shahrim Andijon. Menga bo'lding aziz makon, olamda yo'qdir men uchun sendan yoru qadrdon.
Iste'dodsiz shifokorning o'zi yo'q. To'g'ri. Yoqimli kuy bo'lganda siz ham beixtiyor raqsga tushasiz. Shunaqa. Endi siz hikoyangizni aytib bersangiz. Yoshligimdan onam musiqa maktabiga berganlar fortepiano. 3 yil, 4 yil qatnashdim. Juda ham xohishsiz qatnashdim. Keyin bizning maktabimizda xalq raqs ansambli to'garak tuzildi. Rahbar bu Bahor ansamblini solistkasi Erkinoy Mahmudovna keldilar. Bizni xuddi o'sha Bahor ansamblining qizlaridek tarbiyaladilar, raqsga o'rgatdilar. 2 yil shu raqs to'garagiga borib, raqs san'ati meni butun keyingi hayotimga ta'sir qila boshladi. Tibbiyot institutiga kirganimizda ham shu raqslarni o'zim ham postanovka qilib, fakultetlar aro bellashuvlar bo'lgan. Har doim birinchi lechfak yutib chiqardi. Bugun men onkogematologman. Bizda og'ir kasallar bo'ladi. Bizda pozitiv bo'lish kerak. Avvalambor siz bemorlarga ijobiy kayfiyat ulashishingiz Shu kerak. ijobiy kayfiyat ulash uchun shu o'ynaganimda o'zimga shu raqs bilan men dam olaman. Xonani qulflab Dam olaman. Endi yo'q, ishda bu narsa yo'q. Albatta ishda ishda bemorlar, ko'pincha og'ir ishimiz, как psixolog ishlaymiz. Tanovarni o'rgandim bu yil. U paytlar biz o'rganmadik, chunki tanovar hozirgi bizani kayfiyatimiz, bizani yoshimiz, ya'ni biz shu raqsga yetib keldik. Xalqaro aloqalar mustahkamlanyapti. Raqs orqali. Ko'pincha xalqaro konferensiyalarda qatnashaman. Kechki oqshomlarda o'zbekcha raqs o'ynasam, shunaqa voqealar bo'ldi. Amerikadan, Germaniyadan professorlar kelib, "Sen qaysi mamlakatdansan? Qanaqa chiroyli o'yin ekan" deb bizga qiziqish uyg'ondi ularda. Shunaqa qilib Amerika, Kaliforniya shtatidan professor keldi, Stanford universitetidan Dieter Holzer degan professor keldi. Mana bu yil Italiyadan keladi. Ya'ni bizga ular master klassdan tashqari bizani madaniyatimizga juda ham e'tiborlari kuchli ekan. Ikki xil yo'nalish bir-biriga xalaqit bermaydimi? Mana shu narsa uyimdagilarga ham qiziq tuyulgan boshida. Sen mana bo'lajak doktor bo'lsang, hozir yana bir boshqa kasbga osilmoqchisan. Bu oddiy narsa emas. San'at sohasi ham juda bir mashaqqatli kasb. Buni kechalari uxlamasdan o'zing ustida ishlash kerak bo'ladi san'atkor odam. Bunga ulgurmasang kerak deganda, ularga shu atayin isbotlash uchun shu narsani, insonda qobiliyat yetishini. Kechasi darslarim qilib bo'lganimdan keyin o'zim xonamga kirib olib, quloqchinlarni taqib olib, o'zim ismimda ishlab o'tirardim. Ko'proq tinglardim. Yoshligimda esimda qiziqish bor edi. Hamma yosh bolachalar o'ynab yursa, to'ylarda boshqa joyda men shu sazondalar oldiga borib olib turib, shu tomosha qilib o'tirardim. Meni qanchalik musiqadan uzoqlashtirishmasin, baribir sohaga keldim va hozirda ikkita sohani teng baravariga olib boryapman. Bejiz aytishmaydi. Barchasi bolalikdan boshlanadi deb. To'g'rimi? Bolalikda qiziqish bo'lsa, baribir vaqt soati kelib o'zini namoyon etadi. Albatta. Demakki, ota-onalar o'z vaqtida qo'llab-quvvatlash kerak farzandining intilishlarini. Yoshlikda uncha bilinmas ekan, odam voyaga yetgan sari hayotni yomonini, yaxshisini ko'rib, sekin-sekin shunga borar ekan. Kimdir yozish boshlaydi, kimdir ashula aytish va hokazo. Chunki ichida bu narsa bor. Aytganingizdek, sekin-sekin bu ochiladi. Genlar ham katta rol o'ynaydi. Masalan, meni onam ham yaxshi ko'rardi. Meni ham onamlar yaxshi ko'rardilar. Shifokorlarimiz orasida juda ham ko'p bunaqa ijodkorlar. Bu borada navbatdagi mehmonlarimizning ham fikrini bilsak. Ну и кто сказал вам, что стоматологи только лечат зубы? Они прекрасно рисуют. Да, Динара?
Мы этим тоже занимаемся. Вот одна из картин, одна из моих любимейших просто картин. Честно говоря, она до сих пор без названия, потому что я так и не смогла как-то вот, не получалось ее назвать. Так что варианты я рассмотрю. Наши зрители могут предложить, Да, кстати. я буду очень рада, если кто-нибудь предложит лаконичное название этой картине. Но очень теплая картина, она висит у меня непосредственно на рабочем месте и очень нравится всем моим пациентам. И мало кто верит в то, что я это сама написала. Вы вешаете картины у себя в кабинете, чтобы пациент успокаивался, глядя на эти подсолнухи, Да. чтобы процедура прошла незаметно. Вы знаете, чаще всего люди, заходя в медицинские учреждения, испытывают очень сильный стресс. Паника какая-то, это боязнь боли. Но именно вот какие-то такие теплые, можно сказать, домашние, да, такие вот вещи, части интерьера, они непосредственно отвлекают человека. То есть у меня пациенты действительно заходят, они смотрят, им как-то уже становится поуютнее, они как-то уже так чувствуют себя так покомфортнее. Это перешло вам от мамы? Ну, в какой-то степени, да. От дедушки даже, будем говорить. У меня дедушка занимался тем, что оформлял. Он очень замечательно, ну, вообще прекрасно рисовал. И в себе я это разглядела, поступив в институт. То медицинский. Медицинский, да. То есть Ташкентская медицинская академия. Низкий поклон всем моим преподавателям. У нас есть курс гистологии, там необходимо просто рисовать альбомы. Вот все понимают, да, здесь все коллеги сидят, все понимают. Все заулыбались сразу. Вспомнили. Такой талант должен быть иметь. Очень трудный предмет. Очень трудный предмет, и действительно, то есть зарисовки эти, все это в карандаше с передачей всех оттенков и так далее. И у меня что-то стало это так хорошо получаться, что мне стали подсовывать свои альбомы, мои однокурсники, говорят, нам тоже, пожалуйста, нарисуйте. Вот, и то есть я им тоже рисовала, потом поняла, что, в принципе, душа... А вы сами понимаете, что вам это доставляет удовольствие? Да, я успокаиваюсь. И пошло как-то дальше. У меня нет образования в написании картин, художественного образования нет. Я не претендую никоим образом на какие-то вот лавры или статус какой-то. Но в себе загасить вот этот порыв, вот этот импульс я не смогла. Вот слушая всех вас, прихожу к мнению, что если хочешь стать хорошим музыкантом, певцом или, не знаю, художником, надо идти в медицинский институт. Тоже верно. Что-нибудь в вас, да, откроет. Не прогадаешь. Да. А у мамы как было? Шахтова, у вас как? Спонтанно, без всяких предисловий. Давайте скажем, что вы тоже стоматолог. Я стоматолог, да, я преподаю в Ташкентском государственном стоматологическом институте. Тоже как-то холодным зимним вечером россыпь каких-то бусинок дома нашлась, что-то я там как-то их удачно собрала, кому-то понравилось. Потом это я начала флориста собирать цветочные композиции из бисера, потом мне понравились украшения, чисто декор, что-то к платьицу какому-то, бывает какие-то, значит, душевные порывы, которые превращаются вот в такие безделушки милые, чисто так, для семьи, для души, больше никак. Siz yaratgan sovg'alarni kutadiganlar ham ko'p bo'lsa kerak hamkasblar orasida. Ну, у нас бывает по-разному, бывает и так, да. Мои коллеги просят даже иногда, вот мне вот такой ободочек, что-нибудь мне, или вот к такому платью. Бывает, но, конечно... То есть к вам обращаются не только как к стоматологу? Ну, иногда бывает, что просят что-то, какую-то интересную, да, дизайнерскую вещь сделать, потому что она будет единственная. Конечно, это будет неповторимо, это не серийно, это не конвейерно, это от души. Надо сказать, что вот именно онкологическим больным вот эти вот картины рекомендуют вешать. Я вот тоже задумалась, может быть, тоже в коридоре мне нужно повесить эти картины, потому что от них исходит жизнь, тепло, от них исходит энергия. Позитивные эмоции. Позитивные. Причем, смотря на эти картины, хочется жить. Если смотреть на стоматологию, допустим, на эстетическую стоматологию, да, то есть реставрации какие-то, то, естественно, тут художественное видение должно быть у врача. Если его нет, то печально, потому что мы получаем забор, да, во рту. Birovlarni dardi bilan yashaymiz. Ko'pincha insonlarni dardni o'zi emas, ana o'sha dardni o'ylab tush
tushkunlikka tushish ko'proq yeb qo'yadi. Biza o'z-o'zani qo'shimcha yo'nalishlar o'za bilan bemorlarni dardidan ozgina olib chiqa olsak, ularni bir ruhiyatini, ko'nglini ko'tara olsak, bu bizani yutug'imiz. Hamma kasalliklarni boshi avvalo shu qalb kasalligi, ruhiyatdan chiqib keladi. Shuning uchun avvalo shu ruhiyatga ta'sir qilib, so'z bilan, shuna chiroyli narsalar bilan davolashda kasallik ham tezda o'zini yo'qotib, tezda inson salomatligini tiklasak bo'ladi. Shuning uchun mana shu har bitta ijodkor, shifokor ham o'z kasbini sevuvchi, ham ko'proq bemorlarga yordam beruvchi shifokorlar deb o'ylayman. Hamma o'tirganlar ilmiy ishlar ham qiladi bundan tashqari. Biza rivojlanishga tayyormiz va rivojlanamiz. Shu xalqimizga foydamiz tegsin deymiz. Kasallarimiz tuzalib ketsin deymiz. Ijod doim sizga hamroh bo'lsin va dasturimiz so'ngida maqsad sizdan ajoyib tarona. Manzura opa, jo'r bo'lishingiz mumkin. Farg'onaning yo'lida, keng ko'chaning bo'yida bir qizni ko'rib qoldim. Atlas ko'ylak egnida. So'rasam isming nima? U dedi ishing nima? Baribir bilib oldim. Uning ismi Nozima, Nozima, Nozima. Sevgimni sen rad etma. Nozima, Nozima, sen menga jonim yo'q dema, la la la.